jannatga kiradi. Alloh toqdir va toqni yaxshi ko'rur, dedilar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Imom Termiziy va boshqa muhaddislar hadisning davomida Alloh taoloning ismlarini keltirishgan. Hadisda Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Kim uni sanasa jannatga kiradi deya aytilgan. Sanasa degan so'zni o'qisa yoki yodlasa degan ma'noda ekan deya tushunmaslik kerak. Sanasa degan so'zni undagi ma'nodan nasibador deya tushunmoqlik lozim. Alloh taoloning har bir go'zal ismlarida mu'minning nasibasi bor. Agarda sizda o'sha ismdan nasiba bo'lmasa, go'yoki bu ismlarni sanamagan bo'lasiz. Chunki Nabiy sallallohu